sizga muammo keltiradigan ma'lumotlarni saqlamang. O'shanaqa kanallarga obuna ham bo'lmang, YouTube'larga ham obuna bo'lmang. Iloji boricha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, kanalimiz obunachilari, hammangizni yangi video rolikda xush ko'rdik. Soat 8:23, 19-aprel sanasi. Mashinani qizitganmiz allaqachon. Endi esa hozir ishga kirishamiz. Xo'p, boradigan manzilimiz do'stlar, mana Yunusobod 19. Undan keyin 20 daqiqalik yo'l, 11 kilometr masofa ko'rsatyapti. Hozir birinchi mijozga qarab boryapmiz. Kommentariyalarda ko'pchilik yozgan ekan, nega ko'rinmay qoldingiz deb. Do'stlar, yanvar, fevral, mart oylari bu har yili bo'lgani singari ko'p sohalarda shunaqa mертвый sezon. Uning ustiga yanvarni o'zi bilasizlar, pul aylanishi to'xtaydi. Fevralda Ro'za Ramazon oylari boshlandi. Unda yana demoqchi bo'lganim bunaqa mертвый sezon paytida, ya'ni o'lik mavsum paytida boshqa ishlar bilan shug'ullandim. Ya'ni mana bu mashinani qiynash nimaga, uning ustiga xarajatlari bor edi. Mana xarajatlari haqida o'tgan videolarimda batafsil tushuntirib o'tganman. Alina borasida to'xtalib o'ting, aytib o'ting deyishgan. Yo'l harakat qoidalari bo'yicha A liniyya, A polasa, ya'ni avtobus polasasi bilan faqat siz yo'lovchi tushirish, chiqarish uchun kirishingiz mumkin yoki o'sha unga ko'chaga kirish uchun, dvorga kirish uchun kirishingiz mumkin. Menimcha mana shular meni mijozlarim. Va boshqa mijozni Ashxobod saylgohiga olib kelib qo'ydim. Qanaqadir konkurs, qanaqadir fan olimpiadasi bo'lyapti. Ashxobod saylgohida. Xo'sh, hozirgi birinchi buyurtma haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, mijozdan 38.500 oldik. Qo'limizda esa 30.924 so'm. Bundan 6.305 so'm Yandex Taksi o'zini xizmati uchun olgan. Xo'sh, park 886 so'm, 385 so'm esa soliq to'laganmiz. Start tarifi 10 kilometr masofani 20 daqiqa 31 soniyada bosib o'tganmiz. Mana shunaqa ko'rsatkich. Hozir esa komfort tarifini yoqqanman va mijoz kutyapman. Keyingi zakasini bersa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, markazda turibman, o'ylayapman. Bu yerda katta ehtimol bilan bo'lmasligi mumkin. Bizda qizil bo'lsa-da, lekin hammaga yo'l berib, o'ngga burilish mumkin. Mana ovozdan aylanay buni. 1000 so'm, barakalla, 1000 so'm. 1000 so'm yuqori koeffitsient Next, tem bolli uni ustiga qoq markazga yo'l olar ekanmiz. Mana ertalabda mana shunaqa bayram, uzuq chiziq bor va razvorat qilib olishga imkoniyatimiz ham bor. Mana shunaqa do'stlar, mana shunaqa hozir 5 daqiqa 2-3 kilometr klientgacha. Mana shu pulni hech kim, mana shunga ketadigan pulni, xarajatni hech kim bizga qoplab bermaydi. 2-3 kilometr 5 daqiqa. Ana shunaqa gaplar. Bir ma'lumot internetda hozir shu-shuga aylanyapti. Mashinalar stikerlari 1 maydan pulli bo'ladi degan xabarlar tarqaldi.
Bu noto'g'ri ma'lumot. Yo'l patrul xizmat xodimi stikerni birinchi marta olayotganlarga u pulli emasligini, yil oxirigacha bemalol olish mumkinligini batafsil tushuntirdi deb yozgan ekanlar. Stiker bor-ku. Men ham mashinani texnik ko'rikdan o'tkazayotgan paytimda aytali stiker oling deb, keyin o'shanga vaqtim yetmadimi, xullas nimadir bo'ldi-yu, ola olmay qoldim. Shuni olib qo'yish kerak haqiqatan ham. Har kuni bitta yangi qonun, yangi qaror, yangi nimadirlar chiqyapti. Stikerlar nimani belgilaydi? O'zida nima uchun olish kerak uni? O'sha ekologiya uchun olish kerak. Ekologiyaga xavflilik darajasi bo'yicha 3 ta turga bo'linadi. O'sha yashil, sariq, qizil. Yopishtirib qo'yasiz lobovoyga. Sizni avtoulovingiz ekologiyaga qanday ta'siri bor? Bu ta'siri yo'qmi? Yashil va misol metandamiz. Deyarli ta'siri kam, nisbatan boshqalarga nisbatan ta'siri kam. Elektromobilning umuman ta'siri yo'q, u ham yashil. Qaysidirlari sariqqa, qaysidirlari qizilga kiradi. Va dizel motordagilar, solyarkada ishlaydiganlar, endi men tushunishimcha, ular endi ko'proq o'zidan tutun hidi, o'sha yomon hidlarni chiqargani hisobiga menimcha ularga yo sariq yo qizil bersa kerak. Men tushunishimcha shu bilan ajratiladi. Keyinchalikka bu nima uchun ishlatilishini hozircha bu haqda ma'lumot yo'q. Balkim qanaqadir joylarga kirish taqiqlanar. Qanaqadir hududlarga kirish taqiqlanar, qizil yoki sariq bo'lsa stiker. Bu ham yaxshi. Hozirgi olib kelib qo'ygan buyurtmam haqida biroz to'xtalmoqchiman. Xo'sh, birinchi navbatda ko'rib olaylik, qayerda yurishim kerakligini. Tushunarli. Bizda yashil. Shaharning chegarog'iga chiqib qoldim. Bu yaxshi. Qizil chiroq. 30 ming so'm mijozdan olganmiz. 24.282 so'm qo'limizda qolgan. Ya'ni bundan 5.695 so'm Yandex yechib olgan, 713 so'm Taksopark, 310 so'm soliq to'laganmiz. Qo'limizda 24.282 so'm qolgan. Bosib o'tilgan masofa haqida so'z yuritmoqchiman. Xo'p, 11 kilometr masofa 20 daqiqa-yu 18 sekundda bosib o'tganmiz. Tarif esa komfort. Mana shunaqa ko'rsatkich. Kecha bir xabar o'qib qoldim do'stlar. Endi Rossiyada o'sha kiraverishda telefonlarni tekshirish ilgari misol uchun qonun qoida bo'yicha sizni shaxsiy mulkingizga daxlsiz hisoblanardi. Endi hozir biron bir neto narsa ko'rib qolsa, bemalol u sizdan telefoningizni so'rab tekshirishi mumkin ekan. Bu degani, agar siz ruxsat bermasangiz, u qonun bilan siz jinoyatchi hisoblanasiz. Bu degani yanada og'irlashdi. Shuning uchun iloji boricha musofirda yurgan aka-ukalar, Rossiyaga chiqib ketmoqchi bo'lganlar yoki qaytmoqchi bo'lganlar, iloji boricha telefoningizni doim tozalab yurishga harakat qiling. Har xil urushga chaqiruvchi, xullas hammani xayoli joyida telefoningizga sizga muammo keltiradigan ma'lumotlarni saqlamang. O'shanaqa kanallarga obuna ham bo'lmang, YouTube'larga ham obuna bo'lmang. Iloji boricha o'zingizni ehtiyot qiling, sababi sizni vataningizda oila, bola chaqa kutyapti. Uni ustiga o'zingizni xavfsizligingiz. Ko'rib turibsiz, kundan kunga vaziyat og'ir. O'rni kelganda shunchaki, buni ko'pchilik biladi, shunchaki bir eslatib qo'yay dedim. Hozir metan zapravkaga qarab yo'l olyapman. Metanni to'ldiramiz, undan keyin esa Xudo xohlasa yana ishda davom etamiz. Har galgidek o'sha
Undan oldingi videoda ham aytib o'tganimdek, o'zimni pulimni ishlatish uchun kimgadir pul beryapman. Yaxshi emas. 82 ming so'mga zapravka qilib oldim. Kartaga pul tashlayapman, 3% yechib olyapti. Mana. Kecha YouTube'da bir suhbatni eshitib qoldim shu masala borasida. O'zi nima foydasi bor? Mana shunaqa ishni, ya'ni naqd pulni onlaynga almashtirish, naqd pulsizga aylantirish, karta bilan aylantirishga nima maqsad, mantiq qayerdaligida zo'r fikr bildirdi. Mana misol uchun qanaqadir bir poraxo'r qayerdandir 50 ming dollar oldi. Buni biz bilmaymiz. Misol uchun yashirin tarzda oldi. O'shani ishlatishi uchun u yo uy-joy sotib olish kerak, yo qimmatbaho nimadir sotib olishi uchun u naqd pulda berish kerak-ku. O'shani nazoratga olish uchun kartaga tashlaydi, keyin sotib oladi. Kartaga tashlasa bilinadi. Qayerdan olding buncha pulni, nimani hisobidan, oyliging buncha bo'lsa, xarajating buncha bo'lsa, senga qayerdan keldi bu pul deb ushab olish uchun bu sistema, bu tizim zo'r ishlaydi. Lekin kuniga 100 ming so'm, 200 ming so'mga, hali dollar emas, so'mga benzin oladigan, gaz oladigan odam uchun ularni bu ishga olib kirish qanchalik to'g'ri deb shunaqa gapni eshitdim. Shu suhbatda, bu meni gapim emas, bu suhbatdan olingan. O'shanga mantiqni ko'rmayapman deb aytdi ekspert. Haqiqatan ham bunday olib qarasa, qanaqadir limit qo'yish kerakmi yoki namest qilamiz? Mayli. Bu meni gapim emas-da. Nimani ilovadan pastda описаниеda o'sha silkasini qoldiraman. kun.uz saytiga berilgan suhbatdan aytyapman. Soat 10:20 do'stlar. Xo'p, hozirgi 4-buyurtma haqida ma'lumot beray sizlarga. 38 ming so'm mijozdan oldik. Tak, bundan 8281 so'm komissiya yechib oldi Yandexniki. Yo'q, umumiy. Yandexniki 7 ming, Parkniki 874 so'm. Xo'sh, soliq uchun 380 so'm to'ladik. Qo'limizda 29719 so'm bor. Bu xarajat 29719 so'm hammasi bizniki emas. Bunda albatta o'sha klientgacha, nuqtagacha borgan masofadagi kilometr aylanib tashiladi. Unga ham gaz ketgan. Keyin shu tak masofani aytay, 10 kilometr masofa 19:20 daqiqada bosib o'tilgan. Ya'ni 10 kilometr masofadagi ketgan gazdagi pul ham shuni ichida. U ham ayrilib tashalsa, bilmadim necha pul qoladi. Xullas shunaqa do'stlar. Davom etamiz. Komport tarifini yoqib qo'yganman. Xo'sh, koeffitsient bormi? Ulbul bor. Amallasa bo'ladi, xudo xolasa. Ana keyingi buyurtmani bersa, yana ishga kirishamiz. Navbatdagi buyurtmani qabul qilamiz va yuramiz. 1,5 kilometr 4 daqiqa klientgacha. Do'stlar, videoni mana shu joyda yakun yasaymiz. 192 ming gryazda bo'lgan 8 ta buyurtma amalga oshirganmiz. 70 mingdan oshiqroq pul metanga ketgan. Qolgani esa mana shu. Keyingi videoda yana ko'rishamiz. Wildberriesga bog'lanish haqida keyingi videoda davom ettiraman.